Ana endi barterga ham to'g'ri keladigan hovlimizga yetib keldik. Ya'ni siz o'zingizni domingiz bo'ladigan bo'lsa, Zlatinli Sergeli rayonida buni admin qilib, ustiga doplata qilib atishingiz mumkin. Nima sababdan shu yo'nalishga ham o'tyapsiz, imенно shu xonadonda? Bu xonadonimizni biz o'zimiz qurgan uyimizga almashdik. Yangi hayotdagi bitta obyektimizga almashganmiz. Bu uyni ham o'zimiz qurganmiz o'zi. Bu uyimiz 107 sotuv, 5 xona, 2 ta hammom va alohida oshxonadan iborat. Endi ma'noyi mazmunini men sizlarga tushuntirib beraman. Bular mana shu uyni qurganlar o'zi aslida, keyin buni sotganlar, keyin boshqa obyektga, ya'ni o'sha Chortoqdagi ko'rgan bo'lsanglar, o'sha uy yoqqanligi uchun bu uyni hozir sotish ham mumkin. Xohlasangiz o'sha domga ham alishtirib, glavniy maqsad pulga tushib olish. O'shani inobatga olgan holatda ham ozgina yashalganini hisobga olib, sal kelishtirgan narxda ham berib yuryaptilar mana shu joyga. Ya'ni qancha narxi aka? Bu uyni o'zimning profilimga 95 ming qo'yganman. 83 mingga berib yuboramiz. Kuxunni mebellari, mebel texnikasi qoladi. Agar общий hamma mebel texnikasi qolsin desalar, kelishilgan asosda uni ham qoldirsak bo'ladi.